Assalomu alaykum. Men Panjiyeva Muattar. Bugun men sizlar bilan STEM asoslari fanidan STEM bu integratsiyalashgan ta'lim mavzusi yuzasidan o'z fikrlarimizni o'rtoqlashamiz. Demak, ushbu mavzu yuzasidan quyidagi rejalar bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi, ta'limda integratsiya. Ikkinchisi, STEM ta'limi o'quv dasturining maqsadlari va ko'nikmalari. Uchinchi rejamiz Bloom taksonomiyasi. Demak, avvalambor biz ushbu mavzuda o'tishdan oldin integratsiya tushunchasi bilan tanishib olsak. Integratsiya tushunchasini turli olimlar turli xil talqin qilishgan, lekin maqsad bitta. Ya'ni mashhur o'sha didaktik asar muallifi Kaminski o'z fikrlarida integratsiyani quyidagicha ta'riflaydilar. Bir-biri bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa xuddi shunday holatda o'rganilishi kerak deb aytib o'tadilar. Va keyingi olimimiz ya'ni Locke o'z ta'limida shunday deydi. Integratsiya ta'lim mazmunini shakllantirishda bir fan boshqa fan elementlari va faktlari bilan to'ldirilishi lozim va kerak deb aytib o'tadilar. Keyingi olimimiz Pestalez o'z fikrlarini juda ham chiroyli bildiradilar. Ya'ni bir-biri bilan bog'liq bo'lgan fanlarni ongingga keltir. Ularni tabiat bilan uzviy bog'liqlikni hayot ekanini ifodala. Ya'ni bu nima degani? Har bir fanni tabiat bilan bog'lagan holda uni tabiatdan uzoqlashtirma. O'shaning uchun ham integratsiyani e'tibor qilib o'rganadigan bo'lsak, hamma fanni tabiat bilan bog'lash mumkin. Ya'ni mavzularni o'zaro uyg'unlikda olib borish imkoni bo'ladi. Chunki dasturlarimiz e'tibor har bir, ya'ni misol uchun biz tabiatshunoslik kun-tun mavzusini o'tamiz. Matematikada vaqt mavzusini o'tamiz yoki agar biz integratsiya tushunchasi yana ham tushunishimiz uchun bu qaysidir fanga aynan qo'shish emas, ya'ni mavzuni aynan keltirish. Ya'ni siz shunday bir mavzuni keltirishingiz kerakki, bu mavzuda bir butunlikni, yaxlitlikni tasavvur etish mumkin. Misol uchun, siz tasviriy san'atda turli xil naqshlar bilan ishlaysiz. Agar siz ushbu naqshlarni matematikadagi uchburchak, to'rtburchak va kvadratlar orqali integratsiya qilsangiz, ya'ni o'quvchiga dars o'tishdan oldin har bir ya'ni kvadrat qanaqa bo'lishi, uchburchak qanaqa bo'lishi haqida umumiy ma'lumot berilgandan so'ng darsning asosiy qismiga, ya'ni naqshlar chizishga o'tilsa, o'quvchi har bir naqshda nechta uchburchak va aynan to'rtburchakning qaysi turi, kvadratmi, to'g'ri to'rtburchakmi, o'shalarga qarab shaklni aniq, to'g'ri va ravon ifodalashi osonroq bo'ladi. Mana bu narsa haqiqiy integratsiya bo'ladi. Undan tashqari Ushenskiy shunday deb o'tadilar. Har qanday fan tomonidan xabar qilinayotgan bilim, g'oya, dunyo va hayotga keng nigoh va yorituvchan bo'lishi zarurligini aytib o'tadilar. Biz integratsiyani yana ham tushunishimiz uchun Skatkinning ta'limotiga e'tibor berishimiz kerak. Skatkin integratsiyani 3 ta qismga ajratadi. Birinchisi, avval o'rganilgan bilimlarni o'rganilayotgan, ya'ni siz hozirda o'rganayotgan bilimlar bilan integratsiya qilishingiz. Ikkinchisi, o'rganilayotgan bilimlar bilan kelgusidagi bilimlarni integratsiya qilishingiz. Va uchinchisi, ya'ni bir vaqtning o'zida, ya'ni bir chorak, bir haftaning o'zida aynan matematikaning mavzusi bilan aynan ona tilining mavzusini, ya'ni bir xil vaqt o'tadigan mavzularni integratsiya qilish mumkinligi haqida aytib o'tilgan. Undan tashqari biz integratsiyani yana turlarga ajratishimiz mumkin. Ya'ni olimlarimiz Verzelen va Kansiuskaya integratsiyani 2 qismga, gorizontal va vertikalga ajratishgan. Xo'sh, bu nima degani? Gorizontal integratsiya degani, siz albatta birdaniga bu narsani tushunishingiz uchun gorizontal chiziqni xayolingizga keltiring. Gorizontal chiziq bo'ylab e'tibor qiladigan bo'lsak, 1-sinf bilan 1-sinfning bog'lanishi, 4-sinf bilan 4-sinfning o'zaro integratsiya bo'lishi, 3-sinf bilan aynan 3-sinfning integratsiya bo'lishi bu gorizontal integratsiyaga misol bo'la oladi. Vertikal integratsiya degani, ya'ni vertikal so'zi
tik, ya'ni to'g'ri chiziqni ifodalaydi. Ya'ni 1-sinf bilan 3-sinfning integratsiyasi, 2-sinf bilan 4-sinfning integratsiyasini bildiradi. Ya'ni biz bundan xulosa qilishimiz mumkinki, gorizontal integratsiyada sinf bir xil, ya'ni o'sha biz Skatkin ta'limoti bo'yicha bitta sinf bo'yicha avval o'rganilganimizni keyingi bilimlarimiz bilan yoki oldin o'rganganimizni hozirgi bilimlarimiz bilan va aynan hozirda o'rganilgan bilimlarni integratsiya qilishimiz tushunar ekan. Vertikalda esa sinflar kesimida, ya'ni har xil sinflarning o'zaro integratsiyasi. Agar biz ona tilida 3-sinfda ot mavzusini o'tgan bo'lsak, 2-sinfda harakatning nomi deb o'tamiz. Agar biz 3-sinfda ushbu mavzuni o'tishdan oldin 2-sinfni integratsiya qilish orqali o'tsak, o'quvchi ushbu ot mavzusini harakatning nomi ekanligini bilib olib o'tadi va mana bu narsa bizda integratsiya bo'ladi. Undan tashqari integratsiyalarni biz ichki va tashqi integratsiyaga ajratamiz. Ya'ni integratsiya ichki va tashqiligi bu fanlarga qarab bo'linadi. Misol uchun, o'sha tashqi integratsiya degan turli xil fanlarning o'zaro integratsiya bo'lishi. Ya'ni o'sha tabiiy faningiz bilan matematika faningizni, ona tili bilan matematikani yoki umuman, ya'ni turli xil fanlarning o'zaro integratsiyasi bu tashqi integratsiyaga misol bo'la oladi. Undan tashqari ichki integratsiyaga misol tariqasida, ya'ni bitta fanning o'zini, ya'ni bir chorakning o'zida ona tilining, ya'ni undan oldin o'tilgan mavzu keyingi mavzusini o'zaro integratsiya qilish. Ya'ni ichki integratsiyada fan o'zgarmaydi. Biz avvalambor mana integratsiyani tushunib oldik. Biz aytib o'tgandik, STEM ham integratsion ta'limga misol bo'ladi. Ya'ni biz integratsiyani Kamenskiy davridan boshlab integratsiya tushunchasiga ega bo'layotgan bo'lsak, 1990-yildan boshlab biz STEM, ya'ni zamonaviy bugungi kun integratsiyasi bilan tanishganmiz. Endi ushbu ta'lim tizimimizning o'zgarishi maqsad va vazifalari mavjud. Biz bilamizki, an'anaviy ta'limda maqsadlar 3 ga. Ya'ni biz darsga 3 ta maqsad qo'yamiz. Bular ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad. STEMning va o'zgarish yana eng katta farqli tomoni bu yerda amaliy maqsadning mavjudligi hisoblanadi. Ushbu maqsadlar nimasi bilan farq qiladi degan savol bizda tug'ilishi tabiiy holat. Ya'ni biz o'sha amaliy maqsadlar orqali o'quvchilar o'sha mavzu yuzasidan modellar yaratishi, ya'ni nimadirlar ixtiro qilishi, bu uning amaliy maqsadiga hisoblanadi. Biz chunki dars jarayonida ta'limiy beramiz, o'sha mavzu yuzasidan chuqur bilim beramiz. Tarbiyaviy maqsad beramiz, o'sha mavzu yuzasining tarbiyaviy qismiga, uning axloqiyligiga, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga harakat qilamiz. Rivojlantiruvchi maqsad esa inson o'rgangan narsalarini hayotda qo'lla olish, o'z bilim ko'nikmalarini rivojlantirishni tushunar edik. Endi bunga qo'shilgan amaliy maqsad esa o'sha o'rgangan, ya'ni rivojlantiruvchi maqsaddan olgan ko'nikmalari asosida yangi nimadir ixtiro qila olishi, nimadirning modelini olishi, bu uning amaliy maqsadiga misol bo'la oladi. Undan tashqari STEM ta'lim tizimini shakllantirish uchun 8 ta ko'nikma mavjud. Bu ko'nikmalar nima bo'lishi? Bular birinchidan, ya'ni savol berish va muammolarni aniqlash. Ya'ni biz STEM orqali eng muhim narsani o'rganamiz. O'quvchi sizga savol berishni o'rganadi. Ya'ni muammoni aniqlab, o'sha muammo yuzasidan savol berishni o'rganadi. Nima uchun? Nimaga bunaqa ishlaydi? Bu narsa qanday faoliyat yuritadi? Buning texnologiyasi qanaqa? Degan savollar bera boshladi. Keyingisi, tadqiqotlarni rejalashtirish, ya'ni olingan muammoni u o'z rejasi asosida rejalashtiradi. Ya'ni birinchi nima qilish kerak? O'sha ma'lumotni qayerdan ma'lumot olish kerak? Ushbu model yaratyaptimi? Oddiy ijodiy loyiha qilyaptimi? Ushbu yuzasidan qayerdan axborotini olish haqida birinchi navbatda reja tuzishni o'rganadi. Ikkinchisi, uchinchisi esa ma'lumotlarni tahlil qila olish qobiliyati. Ya'ni o'quvchi bugungi kunda olgan har bitta mana hozirgi kunda hayotimizni sun'iy intellektsiz tasavvur qila olmaymiz. Ya'ni biz ma'lumotni turli xil manbalardan olishimiz mumkin. Lekin o'sha ma'lumotni talqin qila olish, ya'ni uni tahlil qilib, uni o'zimizga eng kerakligini ola olish esa ana shu ko'nikma aynan STEMda mavjud hisoblanadi. Keyingisi, matematik hisob-kitob qilish. Ya'ni o'quvchi o'sha muammoni talqin qildi, rejalashtirdi va o'sha talqin qilgan ma'lumotini